Novostroykadan 2 xona 3 xona qilingan variantimiz chiqdi o'rta. O'shani obzor qilib beray senga. Bu yog'imiz esa prixожий zona. Koridordan to'g'ri yurganimizda esa chap tomonimizda birinchi xonamiz. Детский spalniyamiz joylashgan. O'zini balkonchiki ham bor va отдельный garderobniy xonasi ham bor ekan. Koridordan to'g'ri yurganimizda esa ikkinchi xonamiz bu zal katta keng. 2 xona 3 xona qilingan 4-etaj 6 etajli novostroykamizda. Bu uyimizning planirovkasini juda zo'r bo'lib qo'yishgan ekan. Kuxnyani shunaqa alohida joylashtirib qo'yishgan. Razdvijnoy eshigi ham bor ekan, hidi umuman chiqmas ekan. Umumiy maydonimiz esa 65 kvadrat, manzilimiz esa Yunusobod 15-kvartal yo'lli yuzida joylashgan chiroyli novostroykamiz. Chap tomonimda esa sanuzel общий joylashgan. Uyimiz g'ishli, ham skvoznoy. Bu xonamiz esa родительский spalniy. O'zini sanuzeli ham bor ekan. Videoda ko'rilayotgan barcha jihozlarimiz qoladi. Narxiga keladigan bo'lsak, 105 ming startoviy deyilyapti. Kelishadigan joy ham bor. Ulgurib qol.